bosh aylanmaydi-yu, bosh og'riq ko'p bezovta qiladi. Bosh og'riq ko'p bo'ladi. Ko'p bezovta qiladi. Boshingizni qaysi qismi og'riydi? Ikkala, chakka, tepa, orqalar, orqalar bilan. Bo'yin yelkalarga tushadimi og'riq? Yo'q, og'riq og'larda og'ir bo'lmaydi. Boshda o'zida bo'ladi. Boshda o'zida rosa ko'p og'riq bo'ladi. Qo'llarda nima o'zgarish bor? Qo'llarda sal uyushish bor, uyushadi. Yurak hovliqadimi? Yuragim ko'p bezovta qiladi. Shu narsalar qachondan buyon bor xolos sizda? 1-2 yildan beri bor. Davolanib turaman. Davolanib turasiz. Davolanib turaman. Bu davlat qon bosim o'zi 2005-yildan kichkina farzandimni onamda boshlangan. 2005-yil. Ancha staj bor. Davlat bo'yicha. Shundan keyin nima ichib turasiz? Bir doimiy ravishda qon bosimingizga qarshi dori ichasizmi? Larista ichar edim. Hozir Larsenza. Larsenza ichasiz? Endi hali doim hech kim kelmaydi haligini. To'xtatib qo'yadi. To'xtatib ichaman. Nazarimda yana qon bosimini ko'tarib ketadigan so'radi, vahima bosib ko'p ichdim yana. Shu doim ichmayman. Vahima holat ko'p bo'ladimi? Yo'q. Bir bo'ladi. Havo aynaganda bo'ladi. Yomg'ir havo bo'lsa, o'shanda bo'ladi. Quloqda sho'qin bo'ladimi? Yo'q. Shang'illash, chiyillash shunaqa narsalar yo'q. Oxirgi marta qachon lecheniya olgansiz? Bu yil olganim yo'q. Bu yil olmadingiz. O'tgan yil olgansiz. Kardiologga muntazam avgust oxirida 5 kun lecheniya davolanib chiqdim terapiyada. Avgust oxiri edi. Endi 5-6 oy bo'ldi-da. Shunda davolanib mana shu o'zgarish bo'ldimi? Yengilladingizmi? Yengil yurdim deydi. Yaxshi yurdingiz. Yaxshi yurdim. Endi hozir yana sekin boshlayapti. Endi 6 oy bo'lib qoldi-da davolanganimga. Endi mana o'zingiz ham bilib qolibsiz, muntazam mana shu hechab 6 oyda bir yo hech bo'lmasa 1 yilda bir shunaqa ekan. Observatsiyalardan o'tib, tekshiruvlardan o'tib, davleniyangizga, davleniyangizga yana qo'shimcha bitta nimalar bor, o'shalarga qo'shib lecheniyalarni olib turish kerak. Organizm уже jinday yordam talab qilyapti. Tashqaridan jinday yordam bering menga deyapti. O'sha yordamni necha qilib turish kerak. Yaxshi zo'r yuraverasiz. Hozir men bir ikkita dorilar yozib beraman. O'sha yurak hovliqishlaringizga, vahimalarga, qo'llar uyishi, bosh og'rishlaringizga hozir rezept qilib beraman. Bir ikkita vazn sizda birinchi muammo. Muammomi? Birinchi muammo. Undan qutulishda harakatini qilishingiz kerak.